Ipoteka Bank OTP Group bank xizmatlari tez va uzluksiz ishlashi uchun OneID tizimida shaxsiy ma'lumotlarga kirishni bir marta sozlash muhimdir. Bu quyidagilar uchun kerak: kreditni rasmiylashtirish, bank kartasini chiqarish, hisob va omonat ochish, valyuta ayirboshlash va shaxsni tasdiqlash talab qilinadigan boshqa xizmatlar. Sozlash atigi bir necha daqiqa vaqt oladi. Keling, buni birgalikda qadam-ba-qadam bajaramiz. Birinchi qadam: MyGo orqali Mobile ID ni ulaymiz. MyGo ilovasi yoki veb-saytini oching. Qidiruv panelida Mobile ID ni kiriting. Jismoniy shaxslarni Mobile ID orqali ro'yxatdan o'tkazish xizmatini tanlang va xizmatdan foydalanish tugmasini bosing. Tizim avtomatik ravishda pasport ma'lumotlari va tug'ilgan sanangizni to'ldiradi. Siz faqat o'z nomingizga olingan telefon raqamini kiritishingiz kerak. Uni SMS kod bilan tasdiqlang. Keyin My ID orqali tasdiqlash tugmasini bosing va tasdiqlash uchun selfie qiling. Muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tish xabarini kuting. Endi esa ikkinchi qadam: OneID orqali kirishni sozlaymiz. OneID mobil ilovasini yuklab oling yoki xizmatning web versiyasidan foydalanib, bir xil telefon raqami bilan Mobile ID orqali kiring. Boshqaruv bo'limini oching. Foydalanish shartlarini qabul qiling va xizmatni faollashtirish tugmasini bosing. Qidiruv satrida Ipoteka Bank tipni toping va ruxsat berish tugmasini bosing. Tayyor! Endilikda Ipoteka Bank OTP Groupning barcha bank xizmatlari to'g'ri va cheklovlarsiz ishlaydi. Xotirjam va qulay bo'lishingiz uchun biz yoningizdamiz.